Leksiyalarımızı davamlaştırmamız, hürmetlik vatandaş, endiki leksiya, yoki yuqorqi leksiyaning davomiga gidek vatandaşım bugungi islaga 2021-yil 2-oyning 27-kuni. Yuqorqi leksiyaning davomi shundaq. Rasmiy hukm qilishga va nazarband qilishga uchradi. Beijing siyosiy hokimiyati kishilik huquqqa tajovuz qiladigan bir qator harakatlarni olib bordi. 1-oyning 6-kuni Angliya Konservativlar partiyasi kishilik huquq komiteti doklad e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Beijing siyosiy hokimiyati kishilik huquqqa tajovuz qilish harakatlarini nazorat qilish, tan jazosi berib, iqror qildirish, izdiraksiz g'oyib qilib o'tish, nazarband qilish, yana tan jazosi berish, qurol qilish, qul qilish, kechiringlar, qul qilish, buning ichida eng ko'rinarliki Uyg'urlar qartilgan siyosiy bostirishdir. Böyle Angliya tunji qatim siyosiy bostirish degan so'zni ishlatdi vatandosh. Sobiq Hong Kong shahar boshlig'i Feng Dingkang mundaq ta'kidladi. Jungo Kong partiyasi o'ziga qarshi kuchlarni bor kuch bilan bostirdi. George Orwell 1984-yil yozib nashr qilgan hayvonotlar terilg'u maydoni bilan o'xshash tasavvurdiki, chekidan oshgan mustabiy tizimlik davlatni oshirib o'tdi, hargiz kemib qolmadi. Shanghayning oxirgi gubernatori Feng Dingkang nima deydi? Orwellning kitobida yozilgan tasvirlangan ko'rinishlardan Hong Kongda oshirib o'tdiki, Jungo hukumati hargiz kam qolmadi. Angliyaning sobiq tashqi ishlar vaziri Malcolm Rifkind mundaq ko'rsatdi. Dokladda ko'rsatilgan Jungoning kishilik huquq ahvoli kishini azoblaydi va beorom qiladi. Har bir davlatning tashqi ishlar ministrlari bu dokladni ko'rib chiqishi lozim. Konservativlar partiyasining a'zosi William mundaq ko'rsatdi. Bu dokladda dalillangan faktlar, ya'ni Angliya parlamentidagi dokladchimi, dalillangan faktlar Jungoning dal hozir kishilik huquqqa tajovuz qilayotganligini aks ettirib berdi. Bundan keyin Beijing bu ishlarni o'ylab qo'yishi kerak. Dunyoda bundaq yuz bergan xo'rlash harakatlarini ayiblaymiz. Jungo ham buni sirtida emas. Bizning Jungo bilan bo'lgan munosabatlarimiz qandoq bir taraf qilishdan qat'iy nazar, ya'ni bizning Angliyaning Jungo bilan bo'layotgan munosabatlarimizda qandoq bir taraf qilishdan qat'iy nazar, eng muhimi biz ko'zimizni uzil-kesil etishimiz kerak.